Bugungi sanamiz 17-mart haftaning dushanba kuni 2025-yil. Assalomu alaykum azizlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu Greenfordlar to'g'risiga bo'ladi. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand bilan Dinov mahallasiga, Leylinbayroq Dinov mahallasiga mana shu mollarimiz kelgan. Bir qator ko'rsatamiz, keyin ma'lumotlarni beramiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisasa yoki obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz, bizga obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta like bo'lsa, fikringiz bo'lsa, kommentarga yozib qo'yasizlar. Inshaalloh o'qib mana shunaqa foydali videolarni qilib borishga davom etamiz. Bizning Telegram gruppamiz bor. Telegramga lotin harfiga chorodorlar yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mollarimiz kelgan. Abdukarim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mollar keldi, ha? Ha, mollar keldi. Sog'lom. Ha, bular soni nechta? Soni aka 13 ta bular. 13 ta, ha? Ha, 13 bor. Greenford, keyin simentallari ham bor, ha? Fabrikol bor, simental bor. Bitta limuzin bor mana bu. Bunisi, ha? Mana limuzin. Mana shu. Bunisi avlikol, ha? Bu avlikol. Keyin u tarafda ikkinchisi mana shu aka ikkalasi ham chekada turgan ham ikkalasi simental bor. simental, ha? Ha. Mana Amazotdan bor. Amazotdan bor. Bular necha yasha? Bular 1,5 oshar aka, paltarashga mana bular. Paltarashga, ha? Ha, bular birdan oshgan mana bular. Maşallah. 5 tasi katta. Mana 5 ta katta, mana 4 ta, mana bitta bilan 5 ta. 5 ta. 5 ta kalta, qolganlari paltarashga-da. 1 yoshga yetganda bular. Maşallah. Ularni yeyishi ichishi qanday? Yeb ichiga garantiya beramiz aka. Sog'lom, ha? Sog'lom, mana privikasi hammasi qilingan. Ozgina yem ham yeyapti, 1 kilo, yarim kilo. Yedi bular aka. Maşallah. Yedi bular. Yondan bitta ko'rsatamiz. Mana. Hozir ozgina joyimiz nima bo'lgani uchun mayda yoki katta ko'rinishi mumkin. Ularni mana bu maydalarni bo'yi necha chiqadi? En kam 1,25 aka. Maydasini. Bitta mana shuni oching, mana o'rtadan ochib bo'lmaydi. Bitta mana shuni ochib bitta ko'rsataylik, bu bo'ylarni. Mana qanday ko'rinadi? Kattami, kichikmi? Mana plashatkaga olib chiqib. Oldin bunday qo'yib yorib syomka qilardik. Hozir bittasini ochib nima qilamiz? Inshaalloh. Ular kattasidan ham bitta, bundan ham bitta. Ular qayerdan kelgan? Bu Rossiyadan kelgan bular aka. Maşallah. Mana bular aka. Mana. Maşallah. Mana hozir ularga asosan nima beryapsizlar? Ularga hozir aka shu silos, kepak. Silos, kepak. Ha, o'zini aka nimadan yeyapti bular? Holka. Kunjirlar, ha? Mana azizlar, orqa korobkalarni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan mollar sog'lom, yeyishi ichishi yaxshi deyapti. Privikasiga garantiya beramiz aka. Bular hech qanaqa oqsil emas, ha? Yo'q. Sog'lom mana. Sog'lom. Hamma privikasi qilingan bularlar. Tayyor. Yuvosh ekan. Vali arqonga endi o'rganyapti-da. Kecha biladigan aka ular. Maşallah mana. Baqbaqlarni ko'ryapsizlarmi? Ularning bahosi nech pul? Mana shu nech pul? Uzun olaman desang aka 26 millionga beraman aka shuni. 26 million, ha? 26 million orqa olmasa 1 xilda aka. Haqiqatan. Bu dastlab bitta ko'rsatyapti. Yo'q, ko'ryapmiz. Bu dastavka xizmat qanday? Dastavka xizmati aka shu Samarqand bo'yicha aka kelishgan holda qilib beramiz aka. Kelib ko'rsin, savdoning ustiga kelishamiz aka. Maşallah. Lekin haqiqatan o'tar ekan, ha? Yerga bog'langan nimada? Ko'tini ham ko'ringda, ko'tini ham bitta. Yo'q. Ko'ryapmiz, haqiqatan ham mollar sog'lom. Yuvosh mollarda bular aka. Bog'lang. Baylaydi bular. 26 million. Kunga o'zgarayotgan mollarda bular aka. O'tib berasizdan 26 dan o'tib berasizdan. O'tib beramiz aka. Inshaalloh. Kelib ko'rsin aka. O'tib beramiz bular. Maşallah. Bu maydasidan bular kattaroq. Har xilingda ha. Bir xildek aka, o'zlari nimasi farq borda bular? Bo'yi, savisi bir xil bularda aka. Maşallah. Hozir kattadan ham bitta ochaylik. Bironta simental oching. Simental? Hozir. Simental ham kuchaytmayapti. Hozir bu kattadan, mana hozir 5 ta kattadan bitta ochib nima qilaylik? Oradan ochish qiyin-da, shuning uchun.
Do'stlar. Ko'rsatamiz bularni ham. Simental, ha? Simental bu aka. Maşallah. Arqon ko'rmagan-ku, ozgina o'ynashi mumkin. Oyoqlari qalin mana, azizlar. Oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Chista simental bu, aka bu. Ko'p obunachilar simental chiqaring urug'likka. Urug'likka bo'lsa. Shu bachcha ular aka bular. Yo'sh, ha? Shu buzoq. Shibzola bu aka. Endi arqon ko'rmagan-ku, shuning uchun bu bo'lyapti-da. Qiladida bular. Lekin Baladi aka buni. qarabqalari haqiqatan o'ta Toza zoti ana shu simental aka. bozorlarga ko'ryapsizlar, haqiqatan mana qarabqalari o'ta udar. Orqasini ham ko'rsataverdi. Dumi kalta bo'ladi mana, azizlar. Baqvatan. Bitta aylantiring-da aka. Maşallah. Ular arqonga uncha yaxshi o'rganmagan. Bu yillar yani dalaga yurganda Kelganiga aka bir 3 kun bo'lyapti ularni aka. Maşallah. Charchoq endi chiqyapti-da bu molni. Buni bahosi nechta? Buni bahosi aka uzuni olaman desa aka 31 million ha kelishib beramiz aka. 31 million ha? Xayri bor, Xayri kelishtirib. bor ha. Kelib ko'rsin. Maşallah. Xayri bor aka, kelishib beramiz aka. Qarang, yovuzligini. Urug'likka yaxshi-da bu. Endi bu hozir urug'likgami, Zotga ham, boqsangiz ham kuniga o'zgarib ketadigan vaqti keldi-da. Kilolik mollar bo'ladigan mollarda bular. Bu farqi shoxi bor, unaqa qimmat deb, shoxi farq qilmaydi buni aka. Sho'g'il farq qilmaydi aka. Bu bilgan odam biladi. Bu hozir narxni baland deb aytadi aka, har kunlik bozorga chiqayotgan odamga buncha baland emas aka. Xayrni o'tib beryapmiz aka buni. Inshaalloh. Yeyishga javob aka, garantiya 100%. Yaxshi. Baqbaqlarni ko'ryapsizmi? Haqiqatan mollar sog'lom. Sog'lom. En asosiysi mollar sog'lom. Sog'lom aka. Voyaga yetgan 100% garanti bu mollar. ham zotga, ham boqsangiz kuniga o'zgarib ketaveradi. Oyoqlari qalin mana. Zoti yaxshi. O'ti yo'q aka, stakanti yo'q. Maşallah. Oyoqlari tikka bunaqa. Sakat yo'q bu aka, bunaqa Teshik emas. Bo'ldi, bog'lang buni ham. Rossiyadan olib kelingan mollar. Quloqlari birkalarini ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan. Orqasini ham ko'ring. Maşallah. Abdukarim, buni ham bitta olib chiqaylik ha. Bu yerga hammasini ochish nima emas. Shuni ochamiz. Endi kelsa, hammasini ochamiz, muammo emas. Kelsa ustiga kelishtirib nima qilamiz? Uchtasini ochib. Ma'lum-ku. Sifati ham ma'lum. Mana. To'sin qana aka? Mana. Mana uzunlashni. Bo'ybasini ko'rib oladi. Ochsak ham. Maşallah. Ko'rmagan, ikki bu ko'rmagan. Mana. Qarasam. Hozir orqa to'shlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Uzoqroqdan ko'rinishi mana. Mollar sog'lom, yeyishi yaxshi. Yeb ishiga garanti bularni aka. Hammasini 100% yeb ishiga garanti beraman aka. Yemasa, ichmasa mol bizarniki. Buni bahosi nechta? Buni bahosi aka bu ham 31 million. 31 million. Ha, buni olaman deganda aka 30 million qilib beramiz aka. 30 million ha? Ha, jazman bo'lsin aka 30 millionga aka beramiz. Bitta udar ekan. Kim olayotgan odam orqasi tekis ekan bunaqa. Ha aka, bo'yni qarang aka. Bo'yinlari ham chiqqan mana. Bu aka kamiga 550 kilodan kam emasmi bu? Sheriga bor edi aka, sherigini sotdik aka. Bo'yinli mollarda. Bo'yinli mollarda bular aka. Va tag to'shlarini tagini qarang aka. Bu yoshiga yetgan bu mol aka. Olib borib bir 3 oy boqsa bu molni 2 kilogram bo'ldi. Maşallah. 2 tishi bor ana shu. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan mollar o'ta uzda. Kunjonni ko'rmagan. Endi kunjonni berish payti keldi-da. Hozir bilan kepan deyapti aka bu. Hozir olib borib bog'lasangiz mana shunaqa kuniga o'zgarib ketadigan vaqti kelgan. Bog'lang bo'ldi. Keyin hammasini bir joyga olaman deganga narxini aytasiz. Bu ham aka stakan tuyoqlar ham aka. Oyoqlari haqiqatan hammasi oyog'i sog'lom, bir xil oyoq og'rigan unaqa narsa yo'q-da bu yerga. Hammasi sog'lom. Misol olaman desangiz shunda olib kelib, mana bu yerga olib chiqarib ko'rsatadi. Hamma joyini ko'rib, bemalol olasizlar. Bu ham ma'lum, bu sog'lom mol aka. Abdukarim mana hozir mana bu yerga hozir 12 ta yana bitta bu tarafga bog'lanmagan deb turibdi-da. Bitta yuribdi aka. Buni hammasini bir joyga mana 5 ta katta, bitta sal sredniy, qolgan
6 ta bu yerga bir xiling. Bularning hammasi mana 12 ta hammasi bir joyga ketadi desa. Mana bu Nechta 6 tasini qilib aka paltarashkasini Ha. 26 milliondan bittasi bu mana Greyford 27 million mana busi. Bu ha? Mana bu. Mana shu 27 million. Qolgani aka 26 million, 25,5 million so'm. Hammasini bir joyga olaman deganda mana shu 27 millionligidan aka 25 milliondan aka nima qilib beramiz aka. Bir joyga Ha, 25 milliondan hammasi mana bu 27 yili ham ketadi buni ichiga. Shu ham ketadi aka. 7 ta, mana 6 ta, mana bu bilan 7 ta. Hammasi 25 milliondan ketadi. 7 bir joyga 25 milliondan ketadi aka. Maşallah. Agar oltin olaman desa agar Mana bu yerga hozir 7 tasi bir joyga 25 milliondan, bu mana bu 5 tachi. Bu 5 ta aka 31 milliondan 32 milliongacha bu yoqqa mol bor. Mana bu aka 30 million. Ana semental aka yo'g'ida taraf aka 32 million. Chista semental ikkovi urib qolsa ham bo'laveradi boqishgan. 5 tasi bir joyga ketadi 5 desa. tasini bir joyga olaman deganda aka 30 milliondan aka xayri bor aka. Xayr, ha? Ha, xayri. 29 dan ketadimi? 5 ta bir joyga. Kesin Quyuq aka. suv. Ha, quyuq suv. Kesin aka ustiga gaplashamiz. Ozgina aka qo'shsa beraveraman aka. Va ustiga Ha, ustiga kelib ko'rsin aka. shu 12 tani bir joyga nech pul? Hisobingizni chiqaring mana. 25 milliondan 7 ta, 5 ta 30 milliondan hammasini hisobingizni chiqaring. Bir joyga ketadi. Dastavkasi bilan O'zbekiston bilan. Hisobingizni oling. Mana hisobingizni chiqardingizmi? 12 ta bir joyga ketdi. 12 tasi bir joyga, nima aka, buni bir joyga olaman desa, ana Xorazmni, Buxoroni farqi yo'q aka. 28 million qilib beraman aka. 28 demang, 27 deng. 27 millionga to'g'ri kelmaydi aka. 27 yarim. Bo'ladimi? Xayriga o'zini o'tib beramiz aka. 27 yarim. Undan aka buncha pastga tushmayman aka. Nimaga to'g'ri kelmaydi, bu rasmoti ham katta-da ularning aka. Bu qazoqdagi emas bu. Kelsa ustiga kelishadi. Ha, aka kelsin aka, ustiga yana aka bu xayrini qilib beramiz aka. Inshaalloh. Bitta maydachini ham olib chiqing. Ko'raylik uni. Puli yengilroq bor bitta. Yengil bor Mickey Mouse. U partadan qolgan mol o'zi. Ha. Maşallah. Avlik ola? Ha, to'qol. Maşallah. Bu borib boqsa ham zo'rda bu ularda aka. Mana. İpga endi o'rganda bular. Mana shu Mickey Mouse. Bu necha yashar? Necha oylik? Bu aka 7 oylik. 7 oylik, ha? Ha, 7 oylik bo'lyapti bu. Maşallah. Bunday yuribdi. Bu biri 15 chiqadi ham? Ha, biri 15 aka. Biri 15. Aka bitta haydang, bitta ko'raylik. Hozir. Mana. Bu ham sog'lom aka. Bu ham chetdan kelgan, ha? Sog'lom. Yeshi ichishi yaxshi deyapti. Bu nech pul? Buni olaman deganda aka 18 million qilib beraman aka. Xayriga o'tib beraman yana. 18 million, ha? 18 milliondan aka xayriga o'tib beramiz aka. Mana. Puli yengillari kerak bo'lsa, 18 millionga 17 bo'ladimi? Ozgina qo'shsin aka, xayriga o'tib beramiz aka. 17 yarim, ha? Ha, aka. Inshaalloh mana. Hozir bitta aylantirib ko'rsatamiz. Haqiqatan mollar sog'lom. Bu ham chetdan kelgan, u partiyadan qolgan ekan. Bu nargi bu nimadan partiyadan qolganda? Kirgizamiz. Bo'ldi. Azizlar, mana. Videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishamiz. Mana mollarni ko'ryapsizlarmi? Va pashka bo'layotgan mollarda olib aka. Inshaalloh. Kesin ko'p ko'rsin aka. Mana azizlar. Mana azizlar, mollar haqiqatan ham o'ta udar ekan. Maşallah.